2024-yil oxirlarida PSG Liga 1 doirasida Monakoga qarshi uchrashuvda maydonga tushadi va o'yinning atigi 21-daqiqasida Monako hujumchisi PSG darvozaboni Gianluigi Donnarumma bilan to'qnashib ketadi. Zarba shu qadar kuchli ediki, o'yinning 23-daqiqasida darvozabon almashtiriladi. Keyingi xabarlarda aytilishicha bo'yicha Donnarummaning yuzi jarohatlangan. Qattiq ko'karishlar va ehtimoliy boshning mayda suyaklari sinishi. Bugun biz shunaqa futbolchilardan top 5 tasini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bugun top 5 eng dahshatli va ayanchli jarohat olgan top 5 ta futbolchilar. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda biz boshladik. Demak, bizda 5-o'rin o'sha mashhur kaskasi bilan tanilgan Petr Cech va uning bosh yorilishi jarohati. 2006-yil oktyabr oyi Chelsea darvozaboni Petr Cech odatdagidek past kelgan to'pga tashlanadi. Bu darvozabonlar har o'yinda o'nlab marta qiladigan harakat, ammo shu safar vaziyat boshqacha tugaydi. To'qnashuvdan so'ng u o'yinni davom ettira olmaydi va darhol tibbiy yordam kerak bo'ladi. Shifokorlar keyinchalik jarohat juda jiddiy bo'lganini aytishgan. Cech bir muddat futboldan uzoqlashdi va ko'pchilik uni faoliyati xavf ostida qolganini o'ylaydi. Lekin u qaytdi, maxsus himoya bosh kiyimi bilan. Qiziq tomoni, shundan keyin butun futbol dunyosida darvozabonlar xavfsizligi haqida ko'proq gapira boshlashdi. Cech esa dubulg'a bilan o'ynab Chempionlar Ligasi va yirik sovrinlarni yutishda davom etdi. Bu oddiy o'yin lahzasi emas edi. Bu futbol tarixidagi eng dahshatli ogohlantirishlardan biri edi. To'rtinchi o'rinda Ronaldo Nazario va uning tizzasidan olgan jarohati. 1999 va 2000-yillardagi Inter safidagi Ronaldo dunyoning eng kuchli hujumchisi edi. Tezlik, texnika, gol sezgi hammasi bor edi. Ammo tizzasidagi og'ir jarohat hammasini to'xtatdi. U uzoq muddat maydondan chetda qoladi. Reabilitatsiya juda og'ir o'tadi. Mutaxassislar hatto yuqori darajadagi futbolga qaytishi qiyinligini ham aytishadi. Ko'pchilik muxlislar esa uning eng zo'r yillari tugadi deb hisoblashadi. Lekin Ronaldo taslim bo'lmaydi. Yillar o'tib u Braziliya bilan 2002-yilgi Jahon chempionatiga boradi va 8 ta gol bilan turnir to'p urari bo'ladi. Bu nafaqat jarohatdan qaytish, bu futbol tarixidagi eng buyuk qaytish hisoblanadi. U yiqildi, butun dunyo ko'rdi, lekin qaytganida hamma hayratda qoldi. Uchinchi o'rin Aaron Ramsey va uning olgan jarohati haqida. Ramsey o'sha payt Arsenalning eng umidli futbolchilaridan biri edi. O'yindagi qattiq to'qnashuvdan keyin u maydonda yotib qoladi, stadion jim bo'lib qoladi. Bu oddiy jarohat emasligini darhol bilishadi. U uzoq vaqt futboldan chetda qoladi. Bunday jarohatdan keyin ko'pchilik futbolchilar avvalgi darajaga qayta olmaydi. Ramsey esa nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham katta kurashdan o'tadi. Yillar o'tib u yana asosiy tarkibda o'ynaydi va muhim gollar uradi. Bu voqea sportchining kuchi faqat oyoqda emas, ruhda ham ekanini ko'rsatadi. Va ikkinchi o'rinda Niderlandiya afsonasi Marco van Bastenning olgan jarohati. Marco van Basten 3 karra oltin to'p sohibi. Uning gollari san'at asariga o'xshardi, lekin to'piq bilan bog'liq doimiy muammolar uni qiynay boshlaydi. Har safar qaytishga urinardi, har safar og'riq bilan o'ynaydi. Oxiri oqibat shifokorlar professional futbolni davom ettirish xavfli ekanligini aytishadi va Marco 28 yoshida eng gullagan davrida, eng primida futbolchilik faoliyatini yakunlashga majbur bo'ladi.
Ko'pchilik shunday deydi. Agar jarohatlar bo'lmaganda u tarixdagi eng buyuk futbolchi bo'lishi mumkin edi deyshadi. Va nihoyat birinchi o'rin David Bast va uning olgan jarohati haqida. 1996-yilgi o'yinda oddiy himoya vaziyati paytida juda og'ir jarohat yuz beradi. Voqea shu qadar jiddiy ediki, o'yin uzoq vaqt to'xtatiladi. Futbolchi ham ruhiy zarba oladi. Bast uzoq davolanish jarayonidan o'tadi, lekin professional futbolga qayta olmaydi. Bu voqea Premier Liga tarixidagi eng og'ir holatlardan biri sifatida eslanadi. Shundan keyin futbol tashkilotlari maydon xavfsizligi masalalariga jiddiyroq yondasha boshlashgan. Xo'sh qalay, bu video sizga yoqdimi? Bu video haqidagi fikringizni izohlarga yozib qoldiring va bu videoni futbol jinnisi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying va obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Va o'tgan videomizdagi kvizdagi futbolchi bu Samuel Eto'o edi. Bugun esa mana shu futbolchini toping va izohlarga yozib qoldiring. Topgan bo'lsangiz, shu videoni izohlarga yozib qoldiring va men g'oliblardan so'nggi 5 tasini aniqlab, keyingi videoda olib chiqaman. Demak, unda bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, obuna bo'ling va buni futbol jinnisi bo'lgan do'stingizga ham yuborib qo'ying. Siz bilan Husan futbol bo'ldi. Ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.